Sohib dunyoni do'stiyalarini ko'p ko'rib biz zamoniki rais sohibga, mudir sohibga do'stiyani yetib bersangiz, bu arizangizga ba Xudo qasamiki 6 oyga mutoji bo'lsa, do'stiyangiz 1 yil ichiga qo'liga olilmaydi. To zamoniki buni yo'lini topmasay, to zamoniki qo'ltig'imizni tinnamasay, to zamoniki vosita topmasay, to zamoniki rishvat yo'lidan bormasay, lihozo Allohi mutolga qilayotgan duolarimiz ham shunday. Al-ayozu billah, Xudo panoh bersin. Bu gumonda Allohga qilmang. On vohid arizangizga Alloh taologa pesh bo'ladi, do'stiyangiz darhol Robbil alamin mutoji bo'ladi. İmam Tirmizi rahmetullah alayhi rivayet qiladilar. Aytdilarki, ud'ulloha va antum bil ijaba muqinun. Ey bandalar, Allohi mutolga duo qilinglar, ijobat duolaringni qabul bo'lishliklariga ham yaqinlaring bo'lsin. Duo qilasiz, 3 foydasi bor. Birinchisi, yoshi Alloh darhol beradi sizga. Ikkinchisiga Robbil alamin zaxira qiladi bir ro'zidagaki u ro'zga sizda ashaddan niyozingiz bor. O'sha pilla aytasizki, Xudoga shukrki Alloh o'sha ro'z qabul qilgani yo'q ekan, Xudoga shukr, bu ro'z zaminani Alloh barolladi menga. Uchinchisi ham nimada? Robbil alamin bir balo va musibatiki o'sha duoingiz qabul bo'lmadi, uni evaziga ustingizdan ko'taradi. Sohib kelot bedim, rason marmi kelib o'tdi, mo'tarimni ichidan teshib ikkinchi nafarda oldi, palusdan ham o'tib ketdi, shisha ham shuncha teshildi, mustaqim peshonamda oldan o'tdi. Men bilolmadim qanday Alloh meni najot berdi. Xabaringiz yo'qki, shoyat 10 yil ilgariga yig'lab duo qilgansiz, ma'yus bo'lib yuribsizki, Alloh meni duomni qabul qilmadi. Bu ro'zga Alloh taolo hayoti tirikligingizni nima berdi sizdan? Najot berdi. Sohib meni ustimga kelgan hamla, meni ustimga kelgan mushkulot, meni shakligaki marazdiki men ko'rinman, kullu doktorlar qo'llarini tishlaydi deydi. Sen qanday najot topding? Ba Xudo qasam yarim soatning ichiga 5 defa hamla keldi sen ustingga. Bittasidan boshqalar najot topa olmaydi. Xabaringiz yo'qki, 6 oy ilgari duo qilib edingiz. Ma'yus bo'lib yuribsiz, Alloh meni duomni qabul qilmadi, Robbil alamin berga sizni duoingizni qabul qildi. Ya shuncha musibatni buni ustidan Alloh nima qiladi dedilar? Ko'taradi dedilar.